Qo'limdagi uzumga o'xshaydi, lekin aslida uzum emas. Nordon narsa bu ayollarga eng kerak narsa. Sistit kasalligingiz bo'lsa va undan tashqari shamollashlaringiz bo'lsa, yuragingiz yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, yurak qon tomir kasalliklari, davringiz doim ko'tarilib turgan bo'lsa, qoningizni ko'paytirish uchun juda ham ajoyib. Nima deb o'ylaysizlar? Ta'mi nordon bo'ladi. Choy qilib ichsangiz, o'zini yeysiz-dan shimib ichsangiz ham bo'ladi. Buni nomi klukva. Klukvani shuncha donasini olib turib, choy qilib 100 grammga choy qilib damlab iste'mol qilib, o'zini yeb tursangiz, sistit, shamollash, adenoma kasalliklari bor insonlarga ham, erkaklarga ham juda ham yaxshi, prostatitlarga ham shifo bo'ladi. Albatta buni doim ichib yuradigan insonlar qoni norma yuradi, terini chiroyli qiladi va go'zallashtiradi. Soch, tirnoqlarni gapirmasa ham bo'ladi. Klukvani damlab choy o'rnida iste'mol qiling, sog'lom bo'ling, chiroyli bo'lib yuring. Terini ham yoshartiradi ayollar uchun.